1997-yilda Kaliforniya shtatidagi o'rmonda yog'och tayyorlaydigan kompaniya daraxtlarni kesa boshlaydi. Bu ishga darhol ekofaollar qarshi chiqishadi. Shunda 23 yoshli qiz jamoatchilik va matbuotning e'tiborini tortish uchun ulkan sakvoya daraxti tepasiga qurilgan uychaga chiqib yashay boshlaydi. Bu tadbir bir haftaga mo'ljallangan edi. Biroq qiz daraxt ustida 2 yil qolib ketadi va maqsadiga erishadi. 20-asrning ikkinchi yarmi va 21-asrda ekologik vaziyat inqirozga yuz tutar ekan, dunyoning turli davlatlarida ekofaollar soni ko'paydi. Ularning aksariyati tabiat uchun jon kuydirib, uning kushandalariga qarshi chiqmoqda. Amerikalik Julia Hill ham ana shunday ekofaollardan biri hisoblanadi. U Amerikadagi balandligi 55 metr bo'lgan sakvoya daraxtini kesilib ketishdan asrash uchun 2 yil uning ustida yashaydi. Julia Hill 1974-yilda AQShning Missuri shtatidagi Mount Vernon shahrida tug'ilgan. Julianing otasi voiz bo'lgan va turli shtatlar bo'ylab aylanib yurgan. Shu sababli Julia, uning 2 nafar akasi va ota-onasi asosan avtofurgonda yashashgan. O'sha paytda yog'och tayyorlovchi kompaniyalardan biri Stafford yaqinidagi o'rmonni sotib olgan va daraxtlarni ayovsiz tarzda kesayotgan edi. Nobud qilinayotgan daraxtlar orasida dunyodagi eng yirik daraxtlardan biri deb hisoblanadigan sakvoya daraxtlari ham bo'lgan. Stafforddagi daraxt kesish ishlari bir tomondan tabiatga jiddiy zarar yetkazayotgan, ikkinchi tomondan yer ko'chib u yerda yashayotgan odamlarga zarar keltirgan edi. Bu hududdagi daraxtlarning kesilishiga qarshi bo'lgan ekofaollar bu yerda turli tadbirlarni o'tkazib kelar, biroq ularning nafi bo'lmayotgandi. O'sha paytda Julia hali ekofaollar safiga qo'shilmagan, shunchaki tabiatni sevgani uchun bunday tadbirlarda qatnashib turardi. Shunda Julia daraxtda yashamoqchiligini aytadi va tepasiga chiqib oladi. Belgilangan muddat tugagandan so'ng ham qiz daraxtni asrab qolish maqsadida undan tushishni xohlamaydi. Julia daraxt tepasida yashar ekan, ulkan sakvoyani kesmoqchi bo'layotgan yog'och tayyorlovchi kompaniya xodimlari qiz pastga tushmasa daraxtni kesa olishmasdi. Buni yaxshi bilgan qiz daraxt tepasida yashay boshlaydi. Kaliforniya nisbatan issiq joy va u yerda qish ham iliq o'tadi. Qiz daraxt tepasida yashar ekan, sovuqatmasa ham yomg'ir, shamol, do'l, chaqmoqli kunlarni o'tkazadi va og'ir vaziyatda ham uning ustidan tushmaydi. Unga oziq-ovqat va boshqa kerakli narsalarni ekofaollar yetkazib turishadi. Juliaga daraxt tepasida yashash oson bo'lmaydi. Tabiat injiqliklaridan tashqari manfaatdor kuchlar bilan to'qnashuv xavf ham bor edi. Qiz yog'och tayyorlovchi firma xodimlari, politsiyachilar, harbiylarning do'q-po'psalariga chidashga majbur edi. O'sha paytda qizni pastga tushira olishsa, kompaniyaga zarar yetkazishda ayblab, hatto qamashlari ham mumkin edi. Qizning daraxtdan tushishini talab qilib, Sakoya tepasida politsiya vertolyotlari uchadi. Hatto uni daraxtdan tushirish uchun harbiylar ham kelishadi. Kompaniya xodimlari doimiy bosim o'tkazishadi. Biroq Julia barchasiga bardosh beradi va daraxtdan tushmaydi. Qiz daraxtga chiqib olgan ilk kechada oy to'lgan edi. U shunda daraxtga oy daraxti deb nom beradi. Umumiy hisobda qiz daraxt tepasida 1997-yil 10-dekabrdan 1999-yil 18-dekabrgacha 738 kun yashaydi. Qizning uzoq vaqtdan buyon daraxt tepasida yashab kelayotgani AQShdagi ko'plab telekanallar e'tiborini tortadi. Shundan so'ng Julia va oy daraxti haqida lavhalar beriladi, xabarlar chiqadi. Nihoyat 1999-yilda Pacific Lumber kompaniyasi vakillari yon berishadi. Ular rasmiy ravishda qiz o'tirgan sakvoya va shu atrofdagi barcha daraxtlarni kesmasdan asrab qolishga va'da berishadi. Shundan so'ng qiz daraxtdan tushadi. 2000-yilda bir guruh shaxslar oy daraxtini kesib ketishadi. O'shanda daraxt tanasining yarmigacha kesilgandi. Ekofaollar darhol metal moslamalar topib kelib, daraxtni o'sha bilan mustahkamlab qo'yishadi. Shu tariqa Julia yashagandan so'ng butun Amerika bo'ylab mashhur bo'lgan daraxtni asrab qolishadi.
2000-yilda Julia haqida Kapalak nomli filmi namoyish etiladi. Qizning bolalikdagi laqabi Kapalak bo'lgan. Filmda qizning daraxt tepasida o'tkazgan 2 yillik hayoti haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, u tabiatni asrash bo'yicha ko'plab kitoblar yozib chop ettirgan, bir qancha fondlar tashkil etgan. Julia hozir 52 yoshda va u hanuz ham ekofaol sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.